Qayoqqan o'tsa? Shu desam bolam, bugun zo'r banket bo'lgan edi. Ovqatlar shundoq teyilmasdan qolib ketdi. Chiroyli qilib isitib olib kelyapman. Olinglar. Ol, ovqatga qara. Ha, aytgancha. Senga aytmadimmi? Onam restoranda ishlaydi, ofitsiant bo'lib. Bekor orib olib kelibsiz, onajon. Shuncha yeydigan narsamiz bor edi uyda. Ovorasi bor ekanmi bolam? Sizlar olib o'tiringlar, hozir choy olib kelaman. Men o'tiribsan, ol-ya. Yo'q, men yemayman. Siz shunaqa uyda yashirmidingiz? Men saqizda bunaqa hayotga bormagandim. Nima deganing bu? Tushunmadim sen. Uzr, menga telefon bo'lib qoldi. To'xta, telefon emas, u budilnik chalinyapti-ku. Ha, hozir uydan telefon bo'lib qoldi. Voy qizim, choy damlagandim, ichib ketmaysizmi? Ha, bolam. Bunisi ham sinovdan o'ta olmadimi? Aka, uy nima bo'ldi? Hozir aka, bir minut chiqaman o'zim. Men bu ko'yni ichkari turgan ekanman. Nechi pul edi aka? 300 ming so'm aka. Mana 400 ming. Rahmat aka. Ketdikmi bolam? Ketdi ona.